Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jumlamizdan bor ekan. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay. Doim bir biroga o'ralashib yuraman-da. Bu narsalarga aralashib. Kechani xotinni xolasi o'lib qoldi deng. Oxiraga Halol opam uydan chiqardi borib. Ertagida anaqada dasturxonda to'zib u yoqda xotinlar, bu yoqda erkaklar. Aslında ambardan olib chiqib, rosa yig'ilsa bo'ldi. Oydod, buvadan rosa dod deb anaqa erkaklarni bir chaq hammani olib keldi endi. Bo'lmasa salovati janoza dedi. Domlani anaqa ambarga yoqib olib o'tdi, domlani masalalar qildi. Yani chiqib ketyapti deb Abdulaziz xotinlar dod deb yig'lab. Keyin men ham kirdim, o'ng qo'l tomondan kirib chap yelkamni olib men ham ko'tarishdim, portovoy mashinagacha bir 50 metr bordi, u yoqqa ko'tarib bordim. Olim tepadan turadi, mana shu deb olimga olib endi bortda opamiz o'zi ichkarida hayaqa to'polon bo'lib ketdi. Qayt deydi, nima bo'ldi ekan desam, o'li uyda qoldi deydi-da. O'li dambaga solmasa janoza o'qib biladi. Hali xotirasi dod desa, kir hamma xotinlar uyga desa, xotinlar uyga ketgandan keyin hali ambarni olib, qura ambarga xotinlar yig'iladi-yu. Ambarni olib, kirib o'likni ochmasdan olim bilan bitta Shavkat deb jiyanimiz bordi. Sekin ambarni bu tomonga olib o'tib qo'ydi-da, domlani oldiga. Uni ichida o'lik bor, o'lik ichkarida qolib ketibdi. Keyin Lola bam qizi enam deb shuni yig'lab uyga kelsa, öyle yerde yotganmish shine chiqib, enam qolib ketibdi. Desa Lola endi senga mashi bormi, qizing jinni bo'lib qolibdi. Ana uyda enasi ko'zga ko'rinyapti desa, voy davom o'zligini quchoqlab suvlarni urish ashuna qilsa, men sizlar hazillashmayapman, enam uyda qolib ketibdi. Desa, uyga kelsa, xotinim ikkita opasi kelsa, yerda o'lik yotganmish, keyin borib usti yopilgan oyoqdan nimdek qilsa o'lik ekan. To'xtatish degan oyoq. Xotinlarni yugurib to'xtatib, yana qaytadan boshida ambarni tushirib olib kelib, janoza boshqatdan o'qibmiz-da. Ketdi, tarixga yozilib. Domla ham tumanlab qoldi, kulib, endi rosa bo'ldi-da bo'lganimizcha. To'g'ri. Biz ishga qarang.